Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilib ulgurgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta-qayta takrorlab hech ham charchamaymizda. Onadek inson yo'q-da bu hayotda. Bu yorug' dunyoda faqat Xudo onam demaydi. 9 oy vujudida saqlab dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot. Tomirida oqib turgan qizil qonidan ayirib oq sut bergan zot. Yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon bo'lgan, dorixona bo'lgan ham onajonlarimizdir. Onajonlarimizni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz mo'nis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: Quyosh nedir? Nurlarida olam yashar. Shu quyoshga nur ulashgan mehribon ona. Mayli yillab urinsa-da jumla bashar, hech kim o'qib tugatolmas doston ona. Ko'ngil bog'i ichra kessa qo'nar dillar, ta'rifiga so'zlar yozsa yetmas yillar. O'rnak olsa arziydi bahor gullar, doim gullab turadigan doston ona. Ba'zan dushman tanimas qalbim qilsa yaro, faqat onam kuydi bu keng olam aro. Betob bo'lsam holi xarob motam saro,
davosi yo'q dardimga ham darmoni ona. Beminnatim, ko'p himmatim, beg'uborim, roziligin olmoq uchun beray borim. Xizmatiga labbay deb tur sen ham yorim. Jannat hidi kelib turgan rayhon ona. Onajon, bizning niyatimiz, bizni tilagimiz farzandlaringizni umr bog'ida jannat hidli rayhoni bo'lib o'rishlik sizga nasib etsin ilohim. Xasta bo'lmang, keksalikka ko'nmang. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlar marhamat. Badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Qalbimning quyoshisiz, ko'nglimning bardoshisiz, oyu osmonim ona. Hammalariga assalomu alaykum, yaqinlarim, jigarlarim. Oyjon, mehribonimiz, yangam, to'qimiz. Sizni juda yaxshi ko'ramiz, oyjon. Bizlarga kiring ilohim, 100 yoshga kirganingizga ham shunday xursand bo'lib, shukrona kuningizni nishonlaylik. Nabiralar to'yiga, abira, chadira, kabiralar to'yiga bosh kelish Allohim nasib etsin. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz, oyjon. Xafa qilgan bo'lsa, ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa, biz kelinlarni, qizlarni, nabiralarni kechiring. Siz juda yaxshi ko'ramiz. Marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Bu dunyoda tillo yuzlarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Bizning tabrik so'zlarimiz, bizning she'rlarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradi biz bilmadik-ku, lekin farzandlaringizning tabrik so'zlari, tilaklari ta'sirlantirishadi. Marhamat, Abira opamizdan, Muazzam opamiz, Munira opam, Munavvar opamizdan adashmasam, Munavvar opamizdan tabrik so'zlarini tinglaymiz, marhamat. Ota-onadan ey farzand, yaxshi odam topolmaysan. Dilingga payvand, mehri xotin topolmaysan. Ularni xizmatin qilgin, to yoningda ekan, toki bu olamdan ko'zing yumsa, olam kezib topolmaysan. Bo'risa shukr, oyjon, biz juda yaxshi ko'ramiz. Albatta, inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Albatta, quyoshning zarra nurlaridan da yorqinroq onajonlarimizning beminat mehri bo'ladi. Albatta, marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglash uchun akalarimizni taklif qilamiz davramiz markaziga. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum, aziz qarindoshlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugun muqaddas mana shunday shonaga hammalaringiz xush kelibsizlar. Oyjon, bugungi tug'ilgan kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Doimo sog' bo'ling boshimizga. Farzandlarimizni baxt kamolini ko'ring. Yaxshi kunlarimizda doimo bizning yonimizda bo'lib bosh bo'ling. Biz hamma kelinlar, qizlar, qaynopachalarım, Abira opam, Muazzam opam, Mara opam nomlaridan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog' bo'ling boshimizga. Alloh umringizni ilohim uzoq qilsin siz uchun. Hamma nomidan tabriklab qo'yaman. Alloh uchun sizni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Bu dunyoda menga jondan azizlarim. Allohimga umr aziz, azizlarim. Sizga bitta g'ubori yo'q chin so'zlarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim. Tinglab mening kimtik ko'ngil nolishlarim, taskin berar har yaqin olislarim. Yuragimga eng yaqin sog'inchlarim. Omon bo'ling yuragimga yaqinlarim. Doimo mana shunday birdamlikda bo'lish hech qachon bizlarni tark etmasin. Nuruflar, Ilmasovlar oilasiga hech qachon ko'z tegmasin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Siz doimo boshimizga sog' bo'ling. Allohim umringizni uzoq qilsin. Xush kelibsizlar hammalar.
onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umriyatdir. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling. Ilohim marhamat. Tabrik so'zlarini tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringiz. Xush kelibsizlar. Mana jannatim, onajonim. 100 yoshlarga kiring, iloyim. Boshimizga sog', salomat bo'ling. Nabira, abiralarni boshiga sog' bo'ling doim. Ana musofir yurtlarda yurgan bachalaringizni nomidan ham tabriklaymiz. Doim boshimizga sog' bo'ling, jannatim, onajonim. İlahi amin. Dünyamız tinch bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Ana shu xonadondan hech bir fayzli baraka ko'tarilmasin. Uzoqqa ketgan farzandlarim sog' salomat kelsin. Ko'p qatorli, el qatorli, ko'pni asrasin qatorga shularni. Dunyomuz tinch bo'lsin. Hammangiz barcha chaqayli bo'lishlar, sog' bo'ling. Kelganlaringiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Hammalaringizga sog'lik, boylik bachalarim. Dunyomuz tinch bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangiz meni yoshimga kiring, iloyim uvali juvali bo'lib, bachalaringizni huzurini ko'rib, sog' salomat shunday yaxshi kunlarga o'tirishini hammamizga Xudo taqdir qilsin. Sizlarga ham, qatorlaringizga meni ham Xudo yetkazsin. Sog' salomat o'ynab kulib, hammani shu murodlarga, shu yaxshi kunlarga yetkazsin bacham. Sizlarni ham kelganlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat kelibsizlar, sog' salomat manzilingizga boring. Dunyomiz tinch bo'lsin. Sizlar ham bizning yoshlarimizga kirib, shunday martabali ulug'lik berib bering. Bachalarimdan men hammasidan roziman. Biron meni gapimni ikkita qilmaydi Robbim. Rahmat hammasiga. Sog' bo'lsin domodlarim, nabiralarim, abiralarim. Hammasi sog' bo'lsin, xayr bo'lsin. Olsin, oldirmasin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar, sog' bo'linglar bachalarim. Rahmat sizlarga. Onajon, farzandlaringiz boshlarida duogo'y onajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling albatta. O'g'il qiz nabiralaringiz uchun eng katta baxt, eng katta boylik aslida ostonasi tillodan saroylar emas. Mana shu xonadonni fayz va barakaga, nurga to'ldirib, har bir xursandchilik kunlarda ayollarda sherik, boshlarida bosh bo'lib turishingizni aslida biz esa so'zimizni so'ngida Hazrat Mir Alisher Navoiyning so'zlari bilan yakunlamoqchimiz. Onalarning oyog'i ostidadir ravza-i jannat va junon bog'i. Ravza bog'i misolin istar ersang, bo'l onaning oyog'i tuprog'i. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari ham Alloh taoloning huzurida ibodat singari qabul bo'lsin deya niyat qilib qolamiz. Bugun farzandlaringiz musofir yurtda ona, oila sog'inchida halol mehnat qilib yuribdilar. Xudo xohlasa kelasi yil xursandchilik kunlaringizga to'lib toshib yorug' yuz bilan qaytib kelsinlar Allohim. Nimaiki ezgu niyatda, nimaiki ro'zg'or tashvishda ketgan bo'lsalar, yaratgan Alloh taolo barchasiga yetkazgan holatda sog' va salomat xonadoningizga, bag'ringizga qaytarsin Allohim. Bugun 75 yoshni qarshilabsiz. Xudo xohlasa 100 yoshlarga kiring. Siz 100 yoshlarga kirganingizda mana shu yaqinlaringiz qatori bizlarga ham sizning tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash, xursand qilish nasib etsin Allohim. Bugun xonadoningizda mehr, muhabbat rishtalarini mustahkamlashda ozgina bo'lsa-da o'z o'rnimizni, o'z hissamizni qo'shgan bo'lsak, qolaversa xursandchilik, kulgu olib kirgan bo'lsak, bizni ham boshimiz osmonga yetdi. Bugun sizlar bilan Shafran tabriklar jamoasi bo'ldi. Barchangizga kattakon rahmat.